Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Respublikamiz bo'ylab ob-havoning keskin sovib ketishi natijasida kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish va aholi o'rtasida yong'inlar, is gazidan zaharlanish hamda havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida joylarda tashkil etilgan ishchi guruhlar tomonidan profilaktik tadbirlar amalga oshirilayotganiga qaramasdan yong'inlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar sodir bo'layotganligi kuzatilmoqda. Tabiiyki, havo haroratining pasayib kunlar sovishi natijasida fuqarolarimiz xonadonlarni isitish maqsadida turli xildagi elektr, gaz yoki boshqa yoqilg'ida ishlaydigan isitish moslamalaridan foydalanishga ehtiyoji ortadi. Ulardan foydalanishda e'tiborsizlik tufayli yoki nosoz, nostandart isitish moslamalarini ishlatish natijasida yong'inlar bilan bog'liq turli favqulodda vaziyatlar sodir bo'lishi mumkin. Bunday ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish uchun uy-joy sektorlari, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari, obyektlardagi gaz, elektr va boshqa yoqilg'ida ishlaydigan isitish moslamalarini soz hamda shay holatga keltirish choralarini ko'rish zarur. Tumanimiz hududida joriy yilning shu kuniga qadar 32 ta yong'in sodir bo'lgan. Yong'inlar soni o'tgan yilga mos davriga nisbatan 30% ga kamaygan. Aynan qish mavsumida o'rtacha har 3 ta sodir bo'lgan yong'inning bittasi isitish moslamalarining noto'g'ri foydalanish yoki nosoz va nostandart isitish moslamalarining ishlatishdan kelib chiqqan bo'lishi ayanchli oqibatlarga olib kelgan. Hurmatli yurtdoshlar, yuqoridagi kabi ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish maqsadida quyidagi qoidalarga rioya qilishingiz zarur. Gaz yoki muqobil yoqilg'i ko'mir, o'tin, neft mahsulotlarining turlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya eting. Nosoz, nostandart, qo'lbola yasalgan gaz va elektr isitish moslamalaridan foydalanishga aslo yo'l qo'ymang. Isitish moslamalari yaqinida yonuvchi buyumlarni saqlamang. Tabiiy gazdan foydalanishda turli xildagi rezina shilanglar, turli xil gaz so'ruvchilardan foydalanmang. Oshxonada o'rnatilgan tabiiy gazda ishlovchi gaz plitalardan xonalarni isitish maqsadida foydalanmang. Gaz va elektr isitish moslamalarining nazorat qilishni yosh bolalarga topshirmang. Tashqi himoya qobiqlari shikastlangan elektr sim va kabellardan foydalanmang. Isitish pechlari va ularning mo'rilarini sozligiga, ularning qoida talablari asosida o'rnatilishiga, mo'rilarni turli buyum va to'siqlar bilan berkitib qo'ymaslikka hamda maxsus tashkilotlar tomonidan o'z vaqtida tozalashga alohida e'tibor bering. Isitish moslamalaridan foydalanishda ularni ishlab chiqargan korxonaning yo'riqnomasi bilan yaxshilab tanishib chiqqandan keyin foydalaning. Havoni almashtiruvchi shamollatish shaxtalari yoki tuynuklarini ochiq va ishchi holatda bo'lishini ta'minlang. Gaz ta'minoti idoralari mutaxassislarni jalb etgan holda gaz jihozlarini taftishdan o'tkazib, ularga texnik xizmat ko'rsatishni tashkil eting. Agar xonada gaz hidini sezsangiz, chiroq va uchqun chiqaruvchi moslamalardan foydalanmang. Darhol xonani shamollatish choralarini ko'rib, bu haqda 104 raqami orqali gaz xizmatiga yong'in sodir bo'lgan taqdirda yong'in qutqaruv xizmatining 101 telefoni raqamiga xabar bering. Ushbu qoidalarga rioya etish bilan siz o'zingiz va yaqinlaringizni hamda uy joyingizni turli baxtsiz hodisalar va yong'indan asrab qolgan bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.